Assalamualaikum, qanday olanlar yaxshimi? Nemagan sizlarga qahva qilish usulini deb bermoqchi. Oldi bilan men bu qahvani ishlatdim davomli. Buningdan quruq qutimizning ichiga 3 qoshiq atrofida 3 qoshiq qilamiz. Men 3 qoshiq qilaman. Bir 2 kishilik chiqdi yoki 1 kishilik. Men 3 qoshiq atrofida shakarimni olib bo'ldim. Ondan keyin 3 qoshiq suv. Turbusu yo'qolgansa bo'ldi. 1 3 qoshiq suv, 3 qoshiq shakar. Qahvani qanchalar qo'ysanglar, shakarni shunchalik qo'ysizlar. Suvni shunchalik qo'ysizlar. Bu holatda bir choy qildik. Endi biz bu ko'ptirgichimiz aparatimiz bilan buni toza ko'ptirib chiqamiz. Ko'rdinglarmi? Bu holatda ko'p chiqdi. Yine qo'yoq bo'ldi bu qaymoq, tortning qaymog'idek qo'yoq bo'ldi. Qo'yoq bo'ldi. Buni qo'yib endi biz sut isitamiz. Endi biz mana sütümüzmi isib bo'ldi. Biz endi mana bu sütümüzden stakanga aldım. 2,5 qoshiq, yani 3 qoshiq atrofida olaman. Bu holatda qachimizga elib olgandan keyin mana bu holatda qahvamizni olib bo'ldik. Endi buning ustiga isitib olgan sutimizni dökamiz. Mana bu holatda töktük sütimizni. Endi biz bu qo'shiqning keyini bilan taqilib etgandan keyin qo'yoq bo'ldi. Men asli chokolata sos qo'llansak to'g'ri bu yaxshi, ta'mi yaxshi bo'ldi, ammo men bu karamelni yaxshi ko'rganligim uchun buni qo'llandim.